O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent metropolitenida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati va xavfsizligini ta'minlash hamda infratuzilmadan foydalanish samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Transport tizimi bir zanjirga o'zaro bog'langan kabi murakkab mexanizm bo'lib, har bir halqa bir-biriga tayanadi va ular alohida holda samarali faoliyat yurita olmaydi. Harakat, qatnov, biror joyga borish odamlarning doimiy ehtiyoji bo'lgan va bu ehtiyojni qulay amalga oshiradigan ulovlar zamonlar osha o'zgarib, turli shakllarda namoyon bo'lmoqda. Transportlar bugungi kundagi ulovlarimiz zamonaviy texnologiyalar sohasidagi an'analar rivojiga ham kuchli turtki berib, komfort sharoitlar, umuman qulaylik ustuvorlik kasb etyapti. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining prognozlariga ko'ra, kelajakda transport sohasining qiyofasi ikki asosiy omil barqarorlik va raqamlashtirish ta'sirida shakllanadi. Birinchi yo'nalish ekologik toza transport turlarini joriy etish orqali sohaning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan takomillashuvni nazarda tutadi. Ikkinchi yo'nalish esa samaradorlik va xavfsizlik ustuvor ahamiyat kasb etadigan raqamli tizimlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Bu jarayonda jamoat transporti alohida o'rin tutadi, chunki u eng kam xarajat evaziga imkon qadar ko'p yo'lovchilarning harakatlanishini ta'minlaydigan samarali vosita hisoblanadi. Buni amalda qanday tasavvur qilish mumkin? Masalan, 50 nafar insonni tashish uchun kamida 12-13 ta yengil avtomobil talab etiladi. Ayni paytda shu 50 nafar yo'lovchi bir avtobus orqali bemalol bir manzildan ikkinchi manzilga yetib borishi mumkin. Agar 10 kilometrlik masofa misolida qaraydigan bo'lsak, elektrobus atmosferaga 4 kilogrammgacha zararli chiqindi chiqaradi va bu ham bilvosita ta'sir hisoblanadi. Poytaxt ko'chalarida qatnovchi zamonaviy MAN rusumli avtobus esa 13 kilogrammgacha chiqindi hosil qilishi hisoblab chiqilgan. Shu bilan bir vaqtda 12-13 ta yengil avtomobil atmosferaga 25 kilogrammgacha zararli modda chiqarishi mumkin ekan. Xuddi shunday holatni shaxsiy transport vositalari bilan metroni taqqoslaganda ham ko'rish mumkin. Metropoliten shahar transportining eng samarali, ekologik toza va yuqori sig'imga ega turidir. Avtomobillardan farqli ravishda metro vagonlari havoga zararli mikrozarrachalarni chiqarmaydi. So'nggi yillarda metropoliten zamonaviy transport tizimining ajralmas qismiga aylanib, aholi mobilligini ta'minlashda muhim o'rin egalladi. Biroq 2016-yilga qadar metropoliten faoliyatida ham xuddi avtobuslar qatnovi kabi samarali yondashuv yo'q edi. Aholi soni ortishi bilan poytaxt metrosidan foydalanuvchilar ham ko'payib, xizmat ko'rsatishda qiyinchiliklar paydo bo'la boshlangandi. Metro yo'nalishlarini kengaytirish bo'yicha aniq rejaning yo'qligi esa ushbu sohada qator muammo va kamchiliklarni keltirib chiqardi. Bu ayniqsa vagonlar yetishmovchiligida jiddiy sezilardi. Poyezdlar orasidagi interval vaqti ham uzoq bo'lib, ayrim hollarda yo'lovchilar vagonlarga sig'magani uchun poyezdlarni o'tkazib yuborishga majbur bo'lardi. Bundan tashqari ko'plab vagonlar o'nlab yillar davomida ekspluatatsiya qilingani sababli o'sha vaqtga kelib ma'nan eskirib qolgandi. Shu bilan birga metropoliten tarmog'i bugungidek rivojlanmagani tufayli aholi uchun jozibador transport turi sifatida ko'rinmasdi. Yillar davomida to'planib kelgan shu singari ko'plab masalalar yechimi amalda ortga surilaverib, tobora katta muammolarga aylangandi. 2016-yildan boshlab o'tgan 10 yil davomida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu masalaga alohida e'tibori va shaxsiy tashabbusi bilan metropoliten tizimiga ham yangi hayot baxsh etildi. Bu islohotlarni birinchi bo'lib Sergeli aholisi o'zining kundalik hayotida his qildi. Ilgari mazkur hududga yetib borish katta muammo bo'lgan bo'lsa, metro qatnovi yo'lga qo'yilgandan so'ng vaziyat tubdan o'zgardi. Transformatsiya jarayoni shu bilan to'xtab qolmadi. Poytaxt aholisi va mehmonlar yer osti metrosi bilan bir qatorda yer usti metrosi qulayliklariga ham guvoh bo'lishdi. So'nggi yillarda yangi liniya va marshrutlarni yaratish, shaharni yagona transport tizimiga bog'lovchi halqa yo'nalishini shakllantirish asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Bugungi kunda metropoliten yo'lovchilar uchun ham, davlat uchun ham qulay, jozibador va iqtisodiy samarali jamoat transport turiga aylandi. Metro parki yangi avlod poyezdlar bilan boyitildi. Ular tezkor, sokin va ravon harakatlanishi bilan ajralib turadi. Yangi vagonlarda konditsioner tizimi takomillashtirilgan, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus joylar yaratilgan. Shuningdek, stansiyalar haqida axborot beruvchi raqamli xabar berish tizimlari ham joriy etilgan. Jamoat transportini ayniqsa metropolitenni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar tirbandlik muammosining og'irlashib ketishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Metroning naqadar ommalashgani va aholi ehtiyojiga aylanganini statistik ma'lumotlar ham yaqqol ko'rsatadi. Har yili metropoliten xizmat ko'rsatilgan yo'lovchilar soni bo'yicha tarixiy rekordlarni yangilamoqda. Jumladan 2025-yilda metropoliten orqali 286.800.000 nafar, ya'ni 2024-yilga nisbatan 6,1% ga ko'p yo'lovchi tashilgan. Bu kuniga taxminan 785.000 nafar yo'lovchi degandir. So'nggi yillardagi o'sish dinamikasi aynan shunday ko'rinish namoyon etmoqda. Bu kabi yuqori o'sish ko'rsatkichlari bir haqiqatni yaqqol namoyon etadi. Jamoat transporti sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda va bu o'zgarishlar metro xizmatidan foydalanayotgan har bir inson hayotida bevosita aks etmoqda. Jamoat transportini rivojlantirish masalasi davlat siyosatida alohida o'rin tutadi va u doimiy e'tiborda bo'lgan vazifa hisoblanadi.
hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ushbu sohani zamonaviy shaharlarning asosiy muammolari, tirbandlikka barham berish va ekologik muvozanatni ta'minlash uchun yechim sifatida ko'radi. Shu bois mazkur sohani takomillashtirish masalasi yig'ilishlar va hududlarga tashriflar chog'ida muntazam muhokama qilinib, xizmat sifati hamda jamoat transporti madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi tadbir ham ana shu ustuvor vazifalarning mantiqiy davomi bo'ldi. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berilgan edi. Aynan jamoat transportini Toshkent shahrida rivojlantiradigan tizim bu metropoliten tizimi. Bugun metropolitenni rekonstruksiya qilish, qayta ta'mirlash va perspektivada yangi yo'nalishlarni qurish masalasi bo'yicha hisobotdan bo'lib o'tadi va bir qator xalqaro shartnomalarni tasdiqlash bilan bog'liq bo'lgan hisobotlarimiz o'tadi. Endi metropolitenni birinchi navbatda biz xavfsiz tashuvni ta'minlab berishimiz kerak. Doimiy intervali kam bo'lgan xavfsiz tashuvlarni ta'minlab berishimiz kerak. Eng asosiy maqsadimiz shu. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkent metropolitenida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati va xavfsizligini ta'minlash hamda infratuzilmadan foydalanish samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Poytaxt aholisi va mehmonlar soni ortib borayotgani, shahar kengayishi va jamoat transportiga talab oshishi metropolitenni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda. Shu maqsadda 2030-yilgacha metropolitenda kunlik yo'lovchilar sonini 1.8 million nafarga yetkazish, metro bekatlari sonini 79 taga, liniyalar uzunligini 103 kilometrgacha oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini bosqichma-bosqich 1,5-3 daqiqagacha qisqartirish ko'zda tutilgan. Metropoliten infratuzilmasini yaxshilash va moliyaviy sog'lomlashtirish bo'yicha ham qator choralar belgilanmoqda. Jumladan, 2026-2028-yillarda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va fuqaro muhofazasi obyektlari texnik bazasini takomillashtirish choralari ko'riladi. Yo'lovchilar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida Shahriston metro bekati platformalarida sinov tariqasida oynali himoya to'siqlarini o'rnatish taklif etildi. Xalqaro tajribaga ko'ra, bunday to'siqlar platformalardagi baxtsiz hodisalarni 80-90% kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga ular qo'shimcha reklama maydonlarini yaratish orqali daromadlarni oshirishga ham xizmat qiladi. Yana bir muhim yo'nalish yangi liniyalar qurilishi, xususan Ming'o'rek Chilonzor Buyum-bozor metropoliten liniyasi bo'yicha loyiha baholash hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda Ming'o'rek Janubiy vokzal yo'nalishi, ikkinchi bosqichda esa Janubiy vokzal Chilonzor Buyum-bozor yo'nalishini qurish imkoniyatlari o'rganiladi. Metropolitenda qo'shimcha daromad manbalarini shakllantirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Vagon va platformalarda raqamli reklama maydonlarini auksion orqali xususiy sektorga ijaraga berish, metro bekatlarida vending apparatlari, kichik savdo obyektlarini joylashtirish, stansiyalar oldida avtoturargohlar tashkil etish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, bo'sh turgan bino va xonalarni coworking va kichik ofis sifatida tadbirkorlarga auksion asosida ijaraga berish taklif etildi. Avtotransportdan metro tizimiga qulay o'tishni ta'minlash maqsadida Park and Ride tizimini yo'lga qo'yish taklif qilindi. Taqdimotda harakat tarkiblarini yangilash va elektrodepo qurish masalalari ham muhokama qilindi. 2027-2030-yillarda metropoliten uchun talab etiladigan harakat tarkiblarini xarid qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shu munosabat bilan yangi harakat tarkiblari uchun elektrodepo qurishga zarur yer maydoni ajratiladi. Shuningdek, 2027-2035-yillarda Toshkent metropolitenini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish belgilanmoqda. Unda metropoliten tarmoqlarini 2 barobarga kengaytirish, yo'lovchi tashish hajmini 2,5 barobarga oshirish, ekologik barqaror, energiya tejamkor va xavfsiz transport tizimini yaratish, servis sifati va yo'lovchilar uchun qulayliklarni yanada oshirish vazifalari qamrab olinadi. Yo'lkira haqqini to'lash tizimini takomillashtirish bo'yicha ham takliflar bildirildi. Xorijiy tajriba asosida masofaga qarab to'lash, aholi toifalari uchun imtiyozlar, kunlik, haftalik va oylik abonementlar tizimini joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi. Prezidentimiz jamoat transporti, ayniqsa metropoliten yirik shahar hayotida eng muhim infratuzilmalardan biri ekanini ta'kidladi. Shu bois xizmat sifati, xavfsizlik, moliyaviy barqarorlik va zamonaviy boshqaruvni bir-biri bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirish zarurligi qayd etildi. Taqdim etilgan takliflar ma'qullanib, ularni amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Hurmatli Prezidentimiz butun hudud kesimida va yirik shaharlar, viloyat markazlarida, Toshkent shahrida jamoat transportini rivojlantirishga juda ham katta urg'u beryaptilar. O'tgan hafta Hurmatli Prezidentimiz avtotransport sohasini rivojlantirish, ya'ni avtobuslarni ko'paytirish, jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazib topshiriqlar bergandilar. Avval metropolitenni kelajakdagi rivojlantirish dasturini tasdiqlash, o'zini bugungi kundagi harakatlanayotgan tarkiblarini ko'paytirish, umuman aholiga xavfsiz xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha qayta ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berib kelganlar. Bugun Prezidentimizning qaror loyihalarini taqdimotini o'tkazdik. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlandi bu mazkur qaror, ya'ni qaror bilan korporativ boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar va qo'shimcha daromadlarni metropoliten tomonidan olish, xarajatlarni optimizatsiya qilish bilan bir qatorda o'zini eski yo'nalishlarni modernizatsiya qilish. Oxirgi 7 yil ichida bizda 2 barobarga metropoliten yo'nalish
yo'nalishimiz oshgan, uzunligi ikkita bekat yer osti va mana ikkita yo'nalish to'liq yer usti metropoliten tizimlari qurilgan. Lekin bunga qaramasdan 70-yillarda qurilishi boshlangan yer osti tizimlarimiz ham bor. Eng asosiy masala ularni ham bugungi kunda aholiga xavfsiz xizmat ko'rsatishni ta'minlab berishimiz kerak degan topshiriq berildi va shunga yarasha 3 yillik dastur mazkur eski tizimda qolgan metropoliten tizimini mutlaq rekonstruksiya qilish ishlari. Ya'ni biz nafaqat qulay sharoit yaratish bilan, balki o'sha xavfsiz sharoit yaratish uchun mazkur dastur bilan elektrik mexanika, elektrifikatsiya, ichki uskunalarni va umuman tizimni modernizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari kelajakda Toshkent shahrida metropolitenni rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlarni tayyorlash, loyihaviy ishlarni tayyorlab borish bo'yicha topshiriq berildi. Hurmatli prezidentimiz tayyorgarlik ko'rib, loyiha institutlari bilan biz kengaytirish rejalarini amalga oshirib kelyapmiz. Pushkin TTZ bo'yicha metropoliten qurilish bo'yicha topshiriq berganlar, unga tayyorgarlik loyihaviy ishlarni amalga oshiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz Toshkent shahrini, poytaxtimizni jamoat transportini rivojlantirishda metropolitenni ulushini yarimidan ko'pga chiqarib, kengaytirib borish bo'yicha topshiriq berildi.